Juda ham ko'p bemorlar telefon qilishib yoki bo'lmasam qabul bilan kelib, uy sharoitida nima bilan tomog'im chaysam bo'ladi, tomog'im og'riyapti, achyapti deb ko'p savol berishadi. Shuning uchun ushbu videoni chiqarishga qaror qildim. Uy sharoitida nima bilan chayish kerak? Birinchi navbat qaynagan iliq suvga ramashka solib, ramashka chaysa bo'ladi. Eludril, betadin, laraben, xlorofillit eritmalari bilan tomoq chayish, lekin bularni o'z bilan chayish mumkin emas. 200 gram stakanga 2 choy qoshiq solinadi va o'sha bilan bir kunda 5-6 mahal chayish kerak bo'ladi. O'shani tomog'ida infeksiya sirasi o'ladi, yengillashga boshlaydi. Qo'shimcha ravishda agar jarayon kuchli bo'lsa, lorga albatta borish kerak bo'ladi. Yana bitta narsani aytib o'taman. Ko'pchilik bemorlar tuzli suv bilan chayaman, bo'ladimi deyshadi. Yo'q, tuzli suvni tavsiya qilmaymiz. Hattoki sodali suv bilan chayish tavsiya qilmayman. Yuqori sanab o'tilgan dorilar bilan chaysanglar, samarasi tez va natijasi zo'r bo'ladi. Ushbu videoni tez tanishlarga yuborib qo'yinglar. Ular ham uy sharoitida tomoq og'rigan paytda to'g'ri rastvordan foydalanishni o'rgansin.